2017-yilda Turkiya grantlari asosida Turkiyaga o'qishga borib, birinchi hayron qolgan narsam kursdoshlarimning ichida ba'zi bir familiyalarga hayron qolganman. Chunki u familiyalar juda ham qiziq, kulgili familiyalar. Misol uchun beradigan bo'lsak, Bekar, Ahmet Bekar yoki bo'lmasam Deniz Ördek yoki bo'lmasa Aziz Ayi, shunga o'xshash familiyalar bo'lgan. Hatto bir kursdoshimizning familiyasi Kubilay Ko'jabash. Ko'jabash degani bu katta kalla degani. Undan ham qizig'i Shishman degani. Shishman degan semiz degani. Bir ustozimizning ism familiyasi Bekir Shishman edi. Men hayron qolganim, nimaga bunaqa familiya berilgan o'zi turklarga deb so'raganimda, bu 1934-yil 21-iyundagi chiqqan qaror bilan majburiy ravishda o'sha vaqtda kelib chiqishi yoki bo'lmasa yashash joyi, qiladigan kasbidan kelib chiqqan holatda familiya berilgan ekan. Bu familiyalar o'sha vaqtda o'sha holatiga qarab berilgan va o'sha familiya hozirgacha davom etib keladi va hech kim o'zgartirmagan, o'sha bo'yicha qolib ketgan. Shishman deganlar yoki Ko'jabash deganlar nimaga unaqa bo'lgan ekan desam, o'sha vaqtda ota bobasi demak Shishman, ya'ni semiz bo'lganligi uchun familiyasiga Shishman, Ko'jabash katta kalla bo'lsa, boshi kattaroq bo'lgan bo'lsa, katta kalla deb qo'yib yuborgan bo'lsa kerak deyman. Eng qiziq tarafi, bularning ichida bitta familiya bor. U bir kishiga tegishli, undan boshqa hech kimga berilmagan. Chunki bu familiya faqatgina u uchun butun bir parlament, o'sha vaqtdagi senat tarafidan tasdiqlangan va boshqalarga berilishi o'sha taqiqlab qo'yilgan o'sha familiya. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu kimning familiyasi?